Mani ismim Isroilova Ozoda. 97-yilman, bilmagan yiluvchi ma'lumot o'rnida. Xo'p, men Fiberlik oilasiga qanaqa kirib qolganman. Fiberlik oilasiga men mahsulot sotib olish uchun, ya'ni asosiy bitta yaqinimga krem kerak bo'lgan. U doimiy ravishda o'sha kremni ishlatadigan bo'lgan va o'sha krem u insonga hozir juda ham zarur va u anchagina qimmat oladigan bo'lgan o'sha krem. Shu sababli men 2024-yil 11-katalog davrida, 11-katalog davrida men Fiberlik oilasiga kirib kelganman. Fiberlik oilasiga kirib kelganimdan keyin men mahsulotlarni ichki narxida olishga qiziqqanman. Faqat 20% chegirmada olaman. Har katalog 100 ball yopib yuraman deganman. Birinchi kelgan katalogimda 50 ball yopib olganman. Chunki menga sal nima deydi, tanish bo'lmagan joyga kelganim uchun Fiberlikka o'z umumiy tanirdim, lekin undagi biznes sistema haqida to'laqonli ma'lumotga ega emasdim. Shuning uchun menga 50 balligina tovar sotish qo'limdan kelgan, alhamdulillah. Shu bilan kelasi katalogga ancha o'zi o'zimni tayyorlaganman. Nima deydi, mahsulot sotishni sal bo'lsa ham o'rganganman, darslarda qatnashganman va sekin-sekin men ana o'sha 12-katalog davridan mobayndan boshlab 100 balldan tovar zakaz urib kelaman. Xo'p, yana qizlar, nimaga men Fiberlik kompaniyasida buyurtmalar yopardim, lekin komanda qilmasdim. Men komanda qilmaganman toki noyabr oyigacha. Noyabr oyida 2024-yil 21-noyabr, yanglishmasam, 21-noyabrda katta Fiberlik konferensiyasi bo'lgan Tailand zalida. Ana o'sha tadbirga bormoqchi bo'lgan emasman. Umid opam, ya'ni men nastavnikim, katta direktorim, u payt direktorimiz edilar, nastavnikim Ayzipa, direktorim Umid opam menga chiqqanlar, Ozoda shunaqa tadbir sizni olib boraman deganlar. Toshkentdansiz, siz Toshkentda turibsiz, sizni olib boraman deganlar. Men tadbirga borishdan oldin nima deydi, Rossiyam ko'p o'ylab ko'rganman, chunki Fiberlikda jamoa qilmasdim, jamoa qurish xohlamasdim. Jamoa qurish va jamoadan keladigan daromadlar menga nima deydi, halol emasdek tuyulardi. Halol emasdek tuyulardi. Shuning uchun men jamoa qilmasdim. Keyin o'sha tadbirga taklifi berilgandan keyin men kechasi bilan uxlamasdan fatvo hayotini, fatvolarini, nima deydi, Fiberlik marketing planini hammasini o'rganib, tosh taroziga solib, plus minus bu yerda nima, qanaqa ishlasa halol bo'ladi, qanaqa joyi nojoiz aslida, shu joylarini barini bilishga harakat qilganman va ertasi kuni ertalab vohlikdan turib, 3 ta farzandimni onamga tashlab, men konferensiyaga borganman. Konferensiyaga borganimdan keyin o'tda katta direktorimiz Onisbon bilan ko'rishganman, Umid opam bilan barchalar bilan tanishganman. Kun davomida tadbirda juda ham katta ko'tarinki ruhda tadbirni o'tkazganmiz. Juda ham zo'r bo'lgan va men jamoa qilish qarori bilan kelganman tadbirdan. Shu bilan boshlab birinchi bo'lib meni klientlarimdan doimiy sotuvchilarimni doimiy klientlarimni a'zo qilishni boshlaganman. Omad tarixi har doim hammaga yengil bo'vermaydi. Menda ham jamoa qurishni boshlagandan keyin jamoamdagilar ba'zan buyurtma yopishardi, ba'zan yopishmasdi, bir xillarni yopgisi kelmasdi. Shu bilan sekin-sekin vaqtlar o'tib, jamoam uncha shakllanmadi. Jamoam kattalashmadi. Men faqat 6% ga chiqa oldim, ya'ni jamoa bilan 200 ball yopa olardim xolos. Boshqa ko'tarila olmadim, sal qiynaldim. Keyin yana Alloh o'zi bir inoyat qilib yetkazib, bitta jamoamga lider kelib qo'shilgan. U qiz liderligini o'zi ham bilmagan, nima deydi, uni a'zo qilgan qizim o'zi hozirda ishlamaydi. Lekin ona o'sha lider kelib qo'shildi. U lider bilan men aloqaga chiqib gaplashganimda, u lider ishlash istagi borligini, u katta natija qilmoqchiligini, jamoa qilmoqchiligini bildirdi. Shu bilan u qiz bilan birlashishni boshladik. Bu yoqdan jamoani kengaytirdik, u yoqda turib jamoani kengaytirdi. Sekin astalik bilan hozirda jamoamiz umumiy hisobda 1090 ball bilan 15-katalogini yopdik. Alhamdulillah, bu jamoamning xizmati. Jamoa bizda katta kuch. Jamoasiz Fiberlikda katta daromadda iloji bor, qiyin. Lekin iloji yo'q deymayman. Chunki Fiberlikda 3 xil daromad yo'li bor, qizlar, kechirasizlar. 3 xil daromad yo'li bor. Birinchisi shaxsiy
iste'mol orqali, ikkinchisi sotuv orqali, uchinchisi bo'lsa jamoa orqali daromad qilsak bo'ladi. Xo'p, men faqat shaxsiy iste'mol orqali a'zo bo'lib, hozirda jamoa qilishga o'tib ketdim. Sizlar ham nima deydi, har bitta yo'lini sinab ko'ringlar. Oldin shaxsiy iste'mol qilinglar, shaxsiy iste'moldan keyin sotishni qo'llab ko'ringlar. Sotishda ham juda ko'p daromad olsa bo'ladi, faqat uning uchun juda katta ob'yomda sotishingiz kerak. Chunki mana sotuvdan 20% skidkada oladigan bo'lsak, bundan oldingi darslarda ham aytib o'tganman. 20 yoki 26% skidkada tovarlarni xarid qiladigan bo'lsak, 1 millionlik tovarimizdan 200 ming so'm sof foydamiz bor. 1 millionlik katalog narxidagi tovardan 200 ming so'm sof foydanglar bor qizlar. Agarda sizlar shu ketishda davom etib 1 millionlik har katalog zakaz buyurtma yopib yuradigan bo'lsanglar, kompaniya sizga 20 emas 26% skidka beradi. Shunda siz 1 millionlik tovar sotsangiz 200 ming emas 260 ming so'm foydaga kirasiz. 260 ming foyda ko'ryapsiz kompaniyadan. Endi qarang, bir 20 kunlik period uchun 260 ming so'm menimcha kamroq summa, oylik uchun kamroq. Lekin kimlar uchundir это достаточно. Xo'p, endi qaranglar qizlar, agarda biz daromadimizni oshirmoqchi bo'lsak, mana shu 260 ming so'mlik 1 millionlik tovardan 260 ming so'mlik bizga foyda qolayotgan bo'lsa, biz unda shu daromadimizni 2 million 600 ga olib chiqish uchun 10 millionlik tovar оборот qilishimiz kerak. Ya'ni 10 millionlik sotuv qilishimiz kerak. Siz Faberlikda daromadingizda faqat va faqat o'zingiz belgilaysiz. O'zingiz harakatingizga yarasha daromad keladi. Qizlarni o'qitganingizga yarasha daromad keladi, qizlarni ruhlantirganingizga yarasha daromad keladi. Agarda sizni komandangiz katta sotuvlarga erishsa, katta jamoa tuzolsa, hammaga to'g'ri prezentatsiya bera olsa, mahsulotlarga, kompaniyani mahsulotlariga insonlarning ishonchini qozona olsa, sizda daromad oshadi. Lekin siz yo'q, faqat o'zim iste'molim yokida faqat sotaman desangiz, sotish ham mumkin, возможно, iloji bor. Lekin buning uchun siz 2 barobar ko'proq harakat qilishingiz kerak. Biz Faberlik deganda ko'pchilik o'ylaydi, probniklarni ko'tarib, prosta katalogni ko'tarib sotib o'ylaydi. Yo'q, Faberlik bu jiddiy biznes. Bu yengil biznes emas, jiddiy biznes. Uning uchun asosiy strategiya, marketing plan, sotuv, muloqot san'ati, liderlik san'ati, barcha san'atlarni mukammal o'rganishingiz kerak qizlar. Hozir menda masalan shu liderlik qobiliyatlari 100% mukammal shakllangan demayman, lekin setovik вечно ученик, xullas tilim jingalak bo'lgan ustimdan kulmaysizlar. Tarmoqli marketing doimiy o'qish deyshadi ustozlarimiz. Tarmoqli marketing bu doimiy o'qish, o'rganish. Har doim yangi darslar qizlarga o'tib boriladi. Sizlar ham kanalimga a'zo bo'lib olinglar. Yangi darslar inshaalloh dalsha chiqib boradi.